Bugungi tezkor zamonda har bir soniya va har bir raqam muhim. Agar bu ma'lumotlar tartibsiz bo'lsa, xaos yuzaga keladi. Aynan shuning uchun bizga elektron jadvallar kerak. Elektron jadval naq bu shunchaki kataklar yig'indisi emas. Bu katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarni slash. Uning yordamida quruq raqamlar jonlanadi. Zerikarli hisobotlar o'rniga biz o'sib boruvchi grafiklar va aniq diagrammalarni ko'ramiz. Lekin bu texnologiya qayerdan paydo bo'ldi? G'oya muallifi amerikalik olim Richard Mattesich edi. O'sha yili Dan Bricklin va Bob Frankston VisiCalc dasturini yaratishdi. Bu dastur Apple II kompyuterlari uchun mo'ljallangan birinchi elektron jadval edi. VisiCalc shunchaki dastur emas edi. U kompyuterni qimmat o'yinchoqdan biznesmenlarning eng yaqin yordamchisiga aylantirdi. Bu qotil dastur deb nom olgan edi. 982-yilga kelib sahnaga yangi o'yin chiqardi. Lotus Word 123. Raqobat kuchaydi. Bozorga Multiplan, Quattro Pro va SuperCalc kabi dasturlar kirib keldi. Har biri o'zining ustunligini isbotlashga urinardi. Biz katakchalarga 3 xil narsa kiritishimiz mumkin. Oddiy matn, sonlar va eng muhimi biznak formulalar. Formulalar moq jadvalning yuragi. Ular har doim tenglik belgisi bilan boshlanadi va sonlar ustida sehrli amallarni bajaradi. Elektron jadvalning eng qudratli kuchi naq bu avtomatik qayta hisoblash. Birgina raqamni o'zgartiring va butun tizim soniyada yangilanadi. Bu xususiyat bizga modellashtirish imkonini beradi. Agar narx oshsa nima bo'ladi degan savolga javobni prognoz qilish uchun ajoyib vosita. Texnologiya joyida turmaydi. Endi elektron jadvallar faqat kompyuterda emas, balki cho'ntagingizdagi smartfonda ham bor. Ma'lumotlarni boshqarish bu kelajak tili. Kimki bu vositalarni mukammal bilsa, u har qanday sohada muvaffaqiyat qozonadi. Vaqtingizni tejang, aniqlikka intiling, zamonaviy jadval protsessorlarini o'rganing va o'z sohangizning professionaliga aylaning.